Assalamu alaykum, hürmetli televizor köygüçiler. Körüvatqanыңlar Amerika paytaxtı Washington'dan tarqıtılıvatqan Erkin Asiya radiosunun həftəlik xəbərlər proqramısı. Mən Gülçehre. 2009 yıldaki 5. yol Ürümçi qırğınçılığının 5 yıllığı münasibeti bilen Amerikadaki Uygurlar namayış ötküzüp, Xitayni 5. iyulda ziyankeşlikке uçurgan Uygurlarning hesabını berishga chaqirdi. Amerika paytaxtı Washington'daki Xitay elçixanası aldida ötküzülgen namayışqa Uyghur Milli Hareket rəhbəri Rabia Qadir xanım öz yetakçilik qildi. Rabia Qadir xanım namayış haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitay hökumətinin zo'ravonligiga qattiq norozilik bildirib, Uyghur xalqini bostirishni to'xtatishni va Sharq Turkistondagi barliq xalqlarning tinch yashashiga yo'l qo'yishni talab qilyapmiz. Bu xildagi namayış yana Kaliforniyaning San Fransisko shahrida o'tkazildi. Bu namayış mu mazkur shahardagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazildi. Namayış yetakchilaridan biri bo'lgan Ubul Qasim apandi mazkur namayışning 5 iyul qurbonlarini eslashda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. 6 ayning 27 kuni Fransiya parlamentida Uyg'ur masalasi to'g'risida yig'in chaqirildi. Yig'inga Uyg'ur qatorliq kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Fransiyadagi siyosiyonlar va Fransiyadagi Uyg'urlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashgan. Yig'inda Fransiya parlament a'zosi Ander Gantolin, Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qadir xonim qatorliq kishilar so'z qilgan. Rabia Qadir xonim bergan ma'lumotlarga asoslanganda, yig'inda nuqtali holda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan o'lim jazosi, bostirish, tutqun qilish qatorliq siyosatlar o'tirib qo'yilgan. Uyg'ur eldagi hukumat xodimlari va o'quvchilarning ro'za tutishi cheklangan mezgilda Xitoydagi oliy maktablarda bo'lsa Ramazonlik bekorlik tomoq tarqitilganligi ilgari surilmoqda. Ishkirdagi ma'lum bir universitet o'qiyotgan bir Uyg'ur o'quvchining bildirishicha, maktab oshxonasi kunda Uyg'ur va boshqa musulmon o'quvchilar uchun zo'rliq va iftorlik g'izo tayyorlab bergan. Ba'zi maktablarda hatto ro'za tutquchilarni maktab oshxonasi haqsiz tomoq bilan ta'minlagan. O ziyoratimiz jarayonida Shanxay va boshqa cho'ng shaharlardagi oliy maktablardami ilgirki yillarda ro'za tutadigan Uyg'ur o'quvchilarga sharoit hozirlab berilganligini bildirdi. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Olim Seyitov Huffington pochtasi gazetasiga maqola e'lon qilib, xalqaro jamoatni Ilham To'xti masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Olim Seyitov apandining qarashicha, Ilham To'xtining turmaga tashlanishiga sabab bo'lgan omillar Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining mohiyatini tushuntirib berdi ekan. Ilham To'xti Xitoyning qonuniy yo'l qo'ygan asosda Uyg'urlarga huquq va barobarlik talab qilgan Uyg'ur ziyolisi edi. U bu yil 15 yanvar Beijingdagi turalg'usidan tutib ketilgan. Yaqinqi xabarlarda uning bo'lgunchilik jinoyati bilan maxfiy sotlangan bo'lishi mumkinligi ilgari surilgan edi. 1 mart Kunming hujumchilaridan yana 4 nafarning ismlari oshkorlandi. Xitoy taftish mahkamasining 30 iyuldagi uqtirishiga qaraganda bular Iskandar Ahad, Turg'un To'xtiniyoz, O'sam Mahmad va Patigul To'xti. Bulardan oldingi 3 nafari terrorlik tashkilotini qurish, yetaklash va planlash jinoyati bilan, Patigul To'xti terrorlik tashkiloti va terrorlik hujumiga qatnashish jinoyati bilan ayblangan. Xitoy doiralari 30 ga yaqin kishining o'limi va 140 kishining yaralanishini keltirib chiqargan 1 mart Kunming voqeasini terrorlik bilan ayblagan edi. Uyg'ur eli doiralari butun rayon miqyosida o'qituvchi, o'quvchi va hukumat xodimlarining ro'za tutishini chekladi. Çarşamba günü Uyg'ur eldagi maktab va idora jamiyatlar o'z to'rbatlarida e'lon qilgan bu vaqtdagi uqtirish g'arb matbuotlarida keng o'rin oldi. Birlashma agentligida xabar qilinishicha, mazkur uqtirishdan Uyg'ur eldagi musulmon xalqining e'tiqod erkinligiga qilgan buzg'unchilikning darajasini aniq ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Xayr xo'sh.